Bu kompaniyani bugun oxirgi kuni. Salom Nodirboy. Biz shartingizga rozimiz. Faqat bizni ham bir shartimiz bor. Hasanboyni o'sha jinoiy to'dadan himoya qilasiz va yo'qolgan yukni hal qilib berasiz. Okey, xavotir olma, kelishdik. Adidas, Hasanboyning muammosini bugunoq yopasan. Zararning hammasini o'zing qoplaysan. Tushundingmi? Yaxshimisan Nodirboy, tushunarli. Lekin shu ishni bekor qilyapsan. Chandiq, Hasanboyning ishini yop. U bilan yurgan bolaning Level kompaniyasini tak-tugi bilan yo'qot. Tushundingmi? Shefning gapini eshitdinglarmi? Kompaniya saytiga hujumni boshlanglar. Abdulloh, kimdir saytimizga buzib kirganga o'xshayapti. Kompaniyaga borib tekshirib ko'rchi, hammasi joyidamikin. Bu kompaniyani bugun oxirgi kuni. Keyingi qismda Abdulloh va Hasanboy kompaniyani qanday qutqarib qolishgani haqida bilib olasiz. Obuna bo'lishni unutmang.